Hey canavar maşallah maşallah. Habibullo aka, uchinchisiga bir boshqachasini saqlab turgan ekansiz-da? Obunachilar uchun ha. O'sha friz ha? Friz zot aka, uchovi ham. Bo'yi nechi bo'ladi? 70 chiqadimi? U balandroq aka. Undan balandroqmi? Assalomu alaykum o'zbegim otlari. YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin akalarim. Inshaalloh bugun men Andijonga kelganman. Andijon viloyati Qo'rg'on-Tepadaman akalar, xudo xolasa. Habibullo akamni oldi. Xudo xolasa bir 3 ta bir yaxshi biyalar bor ekan akalar. Bunaqasini ko'rmaganman, to'g'risi. Bir ajoyiblari, yaxshilar ekan. Zotdor desa ham bo'laradi. Video bittadan like bosib tursizlaring, chiroyli qilib bir ma'lumotlarni olib beraman o'zidan akalar. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz akalar minggacha. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Sog'lik yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Rahmat, tinchmisizlar aka. Allohga shukr. Aka, xudo xolasa bugunga 3 ta biya. 3 ta biya aka, birinchisi mana shu. Ular zot friz deb qo'yadi. Friz. Yevropadan kelgan. Yevropa. Yoshi 3 yashar aka. Yoshi 3 ta. 3 yashar bo'ldi. Bo'yi 1.70. Paypoqlar ham bir boshqacha-ya bulardan aka. Friz zoti shunaqa bo'ladi. Buni bo'g'oz aka. Bu hozir holati bo'g'oz. Bo'g'oz hozirgi holati buni bo'g'oz. Ayg'irini ham shunaqa friz otga qo'yilganmi yoki oddiy o'zimizda ayg'irlarga qo'yilganmi? Bunisini aka oddiy o'zimizni yaxshi otlarga qo'ydik. Aha. Yaxshi uloqchotga qo'ydik, qana bo'la berar ekan deb. Qolganlari o'zini zotiga qo'yilgan. Bittasi tuqqan hozir ko'rsatamiz. Aha. Yuvoshliklari, yeb ichishlari hamma yo'g'i go'zal aka. Yosh bolalar bemalol tushib, minib hamma yo'q qilaveradi. Hamma yo'q qilaveradi. Ular buni zotini endi friz deb atalar ekan-da aka. 7 tana joni sog'. Hamma yo'q. Sizga kelganiga ancha bo'lgan aka buni? 7 oy, 8 oy bo'lib qoldi. 7-8 oydan beri qo'lingizda. Jonivor lekin bir boshqacha bo'lar ekan bular a? Ha aka. Minggacha ekanda bu? Minggacha aka. Ayollar ham, yosh bolalar ham mingsa bo'laveradi. Bo'ldi. Aka, endi bular narxlari necha puldan bo'ladi? Ya bularning narxlari bunisini 5000 deb qo'yamiz aka. 5000. Kam bo'ladi. Dokumenti bormi yo'qmi aka? Ular dokumenti bor aka. Sizning qo'lingizda bormi? Yo'q, meni qo'limda yo'q, men olgan odamda bor. Shu odam olib keltirgan. Dokument kerak desa olib beramiz. Topsa bo'ladi-da dokumentini? Ha, dokumentini topsa bo'ladi aka. Bo'ldi. Polvon, yurgizoringchi bu yoqqa. $5000 kami bor. 5000 kami bor aka. Bo'ldi. Yurgizoring. Kelishadigan joylar bor. Mana aka. Minggacha ekanda bu jonivor. Aka, ikkinchisini ko'rsataramizmi? Albatta. Habibullo aka, xudo xolasa ikkinchisiga bu aka. Bu ikkinchisiga aka. Jonivorlar bir-biridan yaxshi narsalar ekan, ko'z tegmasinchi. Mashalloh. Akalar havas qilib like bosib ketaverasizlar. Aka, bu ham bo'g'oz a? Bo'g'oz aka. Bo'g'oz deb bergan egasi aka. Ha, sizga ham bo'g'oz deb berishgan buni ham. Bo'g'oz deb berishdi. Xudo xolasa eski egasini aytishi bo'yicha o'zi 5 oydan o'tib 6 oy bo'lib qoldi-da. Ukam qaytaravering-chi. Bu yoqqa borib qo'ying-chi. O'sha yerda to'xtatib qo'ying. Bu ancha top qopdi jonivor aka. Ularga o'xshaydi aka bunisi. Nechsiz? Ayg'irga o'xshaydi. Shunday ekan jonivor. Ayg'irga o'xshaydi, mashalloh. Ko'z tegmasin, yaxshi narsa ekanda aka. Endi bu ham o'sha friz a? Friz zot aka, uchovi ham. Bo'yi necha bo'ladi? 70 chiqadimi ekan? U balandroq aka. Undan balandroqmi? Balandroq aka. Buni formalari juda joyida ekan jonivorda-chi. Chiroyli kelgan ekan akalar. Uyga ot qilaman bola chaqaga deganlarga aka zo'r zot. Yuvoshligi yaxshi bo'ladi bularda aka. Yuvoshligi вообще aka. Aka, buni tanasiga nima bo'lgan? Shuni bir ayting-chi. Issiqlik aka. Yaxshi bo'lib qolganmi bu? Issiqda qoldimi ko'kda? Ko'kda issiqda turganda issiqlik toshdi bo'shdim emas, yo'qolib ketadi aka. Dorisi bor ichirib qo'ydik, ichiryapmiz. Bo'ldi aka. Muhimi sog'liq uchun ziyoni yo'q. Yo'q, tan joni sog'. Bunisi ham yuvosh aka, yosh bolalar bemalol kelib, shotidan o'tib, ushab, o'zi minib ko'rishadi. Hech nima qilmaydi aka. Bo'ldi. Aka, buni narxi-chi? Aka, buni narxi ham 5000. $5000 kami bor. Kelishadigan joyda bor, xudo xolasa aka. Yoshi 6 yashardan 7 yasharga o'tyapti bunisi aka. 6 dan 7 ga. Lekin jonivor bu ham yaxshi narsa ekan, ayg'ir otga o'xsharkan-chi. Uyga ot qilaman deganlarga zo'r. Ba'zilar erkak otdan, ayollardan hijolat oladi. Ular mana tayyor biya. Zaqalan tug'ib bersa 2 ta bo'ladi.
Bolasini sotsa o'zini enasi qolaveradi bekarga. Albatta aka, shunday. Xo'p. Chiroyli zot. Buni ham narxi 5000 kami bor. Dokumentlari bormi aka buni ham? Hammasiniki bor aka. Bor. O'sha sizdan oldingi egasida turibdimi aka ular? Turibdi aka. So'rabsa qilib berilaveradi. Qiziqmagan, olmaganman. Bo'ldi aka. Xo'p akalar, bizni kuzatib like bosib turaveringlar. Biz ikkinchisini yakunladik, uchinchisini ko'rsamiz, xudo xolasa. Uchinchisiga ham bir ajoyibi. Ey jonivor, mashalloh, mashalloh. Habibullo aka, uchinchisiga bir boshqachasini saqlab turgan ekansiz-da? Obunachilar uchun, ha? Mashalloh, ko'z tegmasin. Akam endi buni ma'lumotini chiroyli qilib yetkazing yana obunachilarga. Qo'ldan kelganicha borisha deydi-yu. Yoshi nechida buni aka? Bu 4 yashar aka. 4 yashar. Birinchisi ekanda demak bolasi? Bu birinchi bola. Bolasi ayg'irmi, erkakmi yo? Erkak aka, ayg'ir. Erkak bolasi? Bolasi ham go'zal, qo'lda bo'yin. Necha oylik bo'ldi bolasi aka? Oylik emas. Ha, kunlik. Ha, kunlik. Kunlik. 10 kunlik bo'ldi. 10 kunlik bo'ldi. 10 kunlik bo'ldi bolasi aka. 10 kun. Bu mana shu o'zini zotiga qochgan aka. Ha. Ayg'ir 2 metrlik, qop-qora, o'ta go'zal. Shu yerda ayg'irlarga qo'yilgan ekanda bu. O'zini ayg'iriga Toshkentda qo'yilgan. Axir o'zimiz O'zbekistonda shu yerda ayg'irlarda, mesniy ayg'irlar. Yo'q. Yevropa zotda, prosta o'zimizdagi shu yerdagi ayg'irga qo'yilganda bu demoqchiman. Mashalloh. Bir yetalab qo'y. Yetalanchi yo'q ukam. Ko'z tegmasin lekin bolasi ham bir-birdan ekan, ha. Buni ham yuvoshliklari hamma yo'q joyida. Mingichmi bu ham yoki mingich emas? Buyuring. Hammasi mingich aka. Hammasi mingich. Hammasi mingich. Taqalab ham qo'yilgan ekan, buni desam. Taqalangan aka. Aka buni narxlari necha pul oladi endi aka? O'zi asli buni narxi qimmatroq bo'lishi kerak edi. Endi xalqqa aka oxirgi kunchisini bonus qilib arzonroq qo'yamiz. Yana bolani 6000 deb qo'yamiz aka. Yana bolani 6000. 7 ishtisi xudo xolasa yaxshiga o'xshaydi janovorda. Ayg'iri borga ayg'irga qo'yib olsa. Tayyor. Hozir buni qo'ysa bo'laradi kuyda. Bo'ladi aka, rosa payti. Kuy holatdan hozir bu. Ko'p qo'ysa bo'laradi aka. Yetalar nariyoqqa bir yetalab chiroyli. Yetalaring ukam. Jonivor lekin o'ta go'zal, yaxshi narsa ekan. Yetalang ukam. Ukamdan kuchi yetmayapti-da. Qani jonivor yurchi. 6000 dollar dedingiz-a buni aka? 6000 aka, yana bola. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bolasi 15 kunlik erkak ekan aka. Xudo xolasa 1 yil chidab bersizlar inshaalloh. Xudoyim beraman desa bolasini o'zidan chiqib ketadi akalar. Ina bolani pulichi. Ko'z tegmasin, mashalloh. Bolasini o'zidan ham qaranglar. Jonivor. Xo'p, Habibullo aka, xudo xolasa uchalasini ham narxlarini kelishtirib berasiz inshaalloh. Aloqa chiqqan akalarimizga qo'ng'iroq qiladi. Xo'p aka, to'liq ma'lumotlar telefonda yetkazib berasiz-a? Ha, albatta aka, nomer qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Akalar, hop bizni kuzatib, video bittadan like bosib turaveringlar. Xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Qo'ldan kelganicha boricha ma'lumotlarni olib berdim. Ko'rishguncha omon bo'linglar akalarim.